Kargosi narxi 192 ming so'm bo'lgan Xitoydan kelgan 10 ta tovarim bugun sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Bugun sizlarga tovarlarim faqat kargolari narxini aytib o'tib ketaman. Shunaqa chiroyli qora organizercha o'zini kalitchalari bilan birgalikda zakaz qildim. Bu organizerimizning narxi, ya'ni kargosining narxi 51300 so'm bo'ldi. Ikkinchisi bo'lsa oyoq kiyim zakaz qildik. Buni narxi 48300 so'm bo'ldi, ya'ni kargosi narxi. Sifatlari va juda ham zo'r keldi qizlar. Uchinchisi bo'lsa shunaqa qora sumkacha zakaz qildik. Bu qora sumkachamizning kargosining narxi 18000 so'm bo'lgan. To'rtinchi tovarimiz bo'lsa shunaqa chiroyli o'zimning telefonim uchun chexol zakaz qilganman. Bu cheholimizning kargosining narxi 3800 so'm bo'ldi. Uchinchisi shunaqa chiroyli jigar sumka zakaz qildim. Buni kargosining narxi 19700 so'm bo'ldi qizlar. Oltinchi tovarimiz shunaqa chiroyli soatli brasletli zakaz qildim, komplekt. Buni o'zini bilan birgalikda soati, tipochkasi, uzugi, ziraylari, hamma narsasi bor. Mana shu komplektimizning kargosining narxi 6800 so'mga tushdi atiga. Va 7-chi tovarimiz bo'lsa 6 xil chiroyli brelokchalar zakaz qildim. Bu breloklarimizni ham kargosining narxi 3800 so'm bo'ldi va trendga chiqqan o'sha bigudilarimizdan zakaz qildim. Buni ham kargosining narxi 3800 so'mga tushdi. Va 9-inchisi shunaqa chiroyli hozir hamma joyda trendga bo'lgan sumchkamiz ham o'qishlagan bemalol tutsa bo'ladi. Kargosining narxi 21900 so'mga tushdi. Shunaqa chiroyli bejli sumchkamiz qizlar. Buni kargosining narxi 18900 so'm bo'ldi. Remeshoklarni o'zimiz istagan uzunlikda qilib o'tkazib olamiz. Agar siz ham Xitoydan mana shunaqa arzon narxlarda tovar zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana direktimda Xitoy so'zini yozib qoldiring va men sizga kursim haqida ma'lumotlarni tashlab boraman. Kursim hozir birinchi potokka qizlar. Kurs narxini ham birdaniga aytib o'tib ketaman. Kursimiz narxi 99000 so'm. Men hamma bilan individualni shug'ullanaman. Birga bir hamma savollaringizga javob beraman. Atga 20 ta odam qabul qilaman. Birinchilardan bo'lib yozilishga ulgurib qolinglar.